Hakerlar ko'z bog'lovchilarga o'xshashadi. Unisi ham, bunisi ham odamlarni laqillatib kun ko'radi. 14 yoshga kirganimdan keyin kun-tun kompyuter yonidan ketolmay qoldim. Bu paytda dasturlash tillarini o'rgana boshlagandim. Bu imkoniyatlari son-sanoqsiz bo'lgan butun boshli koinot. Ilk bor meni qandaydir yaxshi narsa istayotganim haqida hissiyot qamrab oldi. Haqiqiy olamda men hech kim edim. Omadsiz, ish yurishmagan, tomi ketgan. Tarmoqda esa bari boshqacha. Bu yerda men o'zim istagan odam bo'la olardim. Tunlarimni qoqmay kompyuter yonida o'tirib chiqardim. G'oyalarini o'zim havas qilgan odamlardan olardim. Juda ko'p muvaffaqiyatga erishayotgan hakerlar bor edi, ammo mening qahramonim faqat bitta edi. U o'zini MRX deb atardi. U hech qayerdan kelgandi. Bu nikosida kim yashiringanini hech kim bilmasdi ham, ammo u hamma narsani buzib kira olardi. Sahnamizning haqiqiy yulduzi. U hech kimdan va hech narsadan qo'rqmasdi. Hakerlar orasida haqiqiy super qahramon edi. Men unga o'xshashni istardim. Ammo bu yerdaligimning haqiqiy sababi va boshqa barcha narsalarning asosiy sababi Mari.